Assalomu alaykum. Sog'misiz? Sizda ham g'ozlaringiz xuddi qo'ylarday dalalarga chiqib o'tlayaptimi? Nechta g'ozingiz bor? Boqib ko'rganmisiz? Qanaqa zotlardan boqib ko'rgansiz? Xitoy zotidan boqib ko'rganmisiz? Boshqa zotlarga qaraganda ozgina kichikroq. Linda zoti esa go'shtlik uchun 8 kilogrammgacha go'sht qiladi. Yemni ko'proq yeydi lekin. G'ozlar 50 tagacha tuxum qo'yadi. Ayniqsa kulrang g'oz yirikroq, tez semiradi. 50 tagacha tuxum qo'yadi. Individkalarga qaraganda, o'rdaklarga qaraganda bularning go'shti yaxshi sotiladi. Faqat kuz, qish oylarida. Agar siz g'oz boqib ziyon ko'ramanmi, go'shtini qayga sotaman deyotgan bo'lsangiz, siz tovuqlarni aralashtirib boqing, oz-ozdan boshlang. Avval boqmagan bo'lsangiz. Obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Tovuqlarga qaraganda g'ozlar arzonroqqa tushadi yemishidan. Chunki tovuqlar o't ko'p yemaydi. Agar sizda katta ochiq joy mana shunday ariqlar, habizlar bo'lsa, g'oz boqqaningiz ma'qulroq. Negaki tovuqlar don yeydi qimmat, g'ozlar esa o't yeydi. Xuddi qo'ylardek. Sizga arzonga tushadi. Sizda mana shunday ochiq maydonlaringiz bo'lsa, g'oz boqsangiz. G'ozni erta bahordan boqib, kuz, qish sotsangiz bo'ladi go'shtini. Undiklar ham xuddi mana shunday o'tlaydi, donni ko'proq yeydi. Undiklarga suv shart emas. Agar hovlida boqayotgan bo'lsangiz, it boqmasangiz ham bo'laveradi. Chunki g'ozlar begona odamni darhol sezadi. Undikni xo'rozlari ham, undiklar ham hovlini qo'riydi. It boqmasangiz bo'ladi, ko'proq g'ozingiz bo'lsa. Obuna bo'ling.